Janoza. O'zbek xalqi og'ir judolikka uchradi. El suygan inson bugun tongda vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Namangan viloyatining Pop tumanidagi dam olish maskanida 23 yoshli yigit suvga cho'kib ketdi. Hozirda uni qidirib topish ishlari olib borilmoqda deb xabar qildi Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov. Ma'lum qilinishicha, hodisa 28-may kuni sodir bo'lgan. 23 yoshli yigit qarindoshlari bilan birga Pop tumanida joylashgan dam olish maskaniga kelgan va u yerda oqib o'tuvchi Chodaksoy soyiga cho'milish uchun tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yigit ehtiyotsizligi oqibatida suvda cho'kib ketgan va qayta suv yuzasiga chiqmagan. Mazkur holat yuzasidan Pop tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv doirasida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining qutqaruvchilari jalb etilgan. Holda suvga cho'kib ketgan yigitning qidirib topish ishlari amalga oshirilmoqda, deyiladi xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda yigitni qidirish ishlari sust olib borilayotgani haqida xabarlar tarqalgan. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mazkur ma'lumotlarga munosabat bildirib, qidiruv ishlari uzluksiz davom etayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, qidiruv tadbirlari viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Akmaljon O'rinboyev rahbarligida tashkil etilgan. Hozirda tuman yong'in qutqaruvchilari tomonidan suv ustida, boshqarmaning qutqaruv otryadi xodimlari tomonidan esa suv ostida qidiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda.